Joriy yilning 26-sentyabr kuni Yashil loyihalash instituti davlat muassasasida ustozlarga ehtirom bilan o'zbek tili qalbimizda, ustoz so'zi millatning tilida mavzuida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Yashil loyihalash institutining PR menejeri Dilrabo Boboyevaning tashabbuskorligi bilan tashkil etilgan ushbu tadbirda O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirining ma'naviy ma'rifiy ishlar hamda davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Madnazar Arolovich Elmurodov hamda Green universiteti prorektori Shahriyor Nurullayev, Yashil loyihalash instituti davlat muassasasi direktorining o'rinbosari Farhod Dehqonovlar ishtirok etishdi. Kelgan zahoti imoratga nazar tashlaysiz. Qaraysiz, garchi oldin texnikum bo'lgan bo'lsa ham, qayta ta'mirlanib, yangidan qurilganday bir ta'sirot uyg'otadigan go'zal zamonaviy texnologiyalar, alohida dizayn bilan bezayn bo'lib turgan paytda odam bir bahridil ochiladi. Ikkinchisi, eng muhimi, bu yerda nurli, o'zing biladigan, o'zing hurmat qiladigan ustozlar bo'lsa, yana boshqacha bo'ladi. Hozir mana Madnazar e'tirof etdilar. Men O'zbekiston Milliy universitetida faoliyat boshlagan paytimda hozir juda ko'p jurnalistlar o'zi qisqa muddat dars bergan bo'lsam ham, juda ko'pchiligi e'tiborga molik vazifalarni bajarib keladi. Vazirning maslahatchi sifatida ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha, davlat tili bo'yicha mas'ul mana maslahatchi sifatida Madnazarning faoliyatini men juda yaxshi bilaman, kuzatib ko'raman va bu bilan faxrlanaman, g'ururlanaman. Bu nima degani? Ustoz shogird bir-biri bilan g'ururlansa, o'ziga xos bir mohiyat bor bu yerda. Ana shu tomonga e'tibor qilinadi. Shahriyor Ahtamovich Shurajon aka, Farhodjon juda yaxshi fikrlarni aytdingiz. Ustoz va til bog'langan jihati bor. Insonga albatta nimadir yetkazadigan bo'lsa, til orqali, nutq orqali yetkaziladi. Bu ayni haqiqat. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Bir jihatga e'tibor qilaylik, bugungi kunda o'zi azaliy haqiqat bu. Tabiat, tana bo'lsa jamiyat jondir. Tana bilan jon bu tiriklik degani. Shunday ekan Green universiteti, yashil iqtisodiyot, yashil makon, yangi imkon degan so'zlarni o'zaro bugungi kunda mag'rur jaranglashi ham bejiz emas. Kuni kecha davlatimiz rahbari Amerika Qo'shma Shtatlarida New Yorkda 80-yubiley sessiyasida bosh assambleyada ekologiya masalasiga ham suv tanqisligi, suv ichimligi masalasiga ham alohida e'tibor qilib, balki butun jahoniy jahonni e'tiborini shunga qaratishlari ham bejiz bo'lmadi. Demak, mana shu jarayonda ham biz bugun hayotimizni ekologiyasiz, atrof muhitsiz tasavvur qila olmaymiz. Bu o'z-o'zidan fikrni aytish, yetkazish bilan bog'liq bo'lar ekan, unga til xizmat qiladi. Dil amir, til amir. Bu buyuradi, bu yuguradi. Shunday ekan bu bir-biri bilan bog'langan. Xuddi tabiat va jamiyatning uyg'unligi singari til va dil ham uyg'un. Faqat bilim bilan balandmas odam, ahdu vafo bilan balandpas odam, so'zi bilan ishi bir bo'lsa agar har narsadan aziz, muqaddas odam. Aziz va muqaddaslik mana shu bog'liqlikni yaxshi bilish va unga amal qilish bilan bog'liq. Shuning uchun ustozlarning oldida ko'p fikrlarni aytkim keladi. Ularga hurmatim nihoyatda baland. Mana Tolibjon keldilar, jurnalistlar kelib o'tirishdi, televideniyadagi shogirdlarimiz va ayni paytda mana irrigatsiya, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetidan kelib o'tirishibdi. Chunki biz bir jon bir tanmiz. Birgamiz, maqsadimiz mushtarak. Yangi O'zbekistonning shukuhi ruhiga mos holda shijoat bilan xizmat qiladigan bo'lsak, maqsadlarimiz ro'yobi ana shu bilan izohlanadi. Bu ham bejiz emas. Shuning uchun bugungi mavzu bilan bog'langan holda bir narsaga e'tibor qilamiz va hammangiz ana shu yerda yozilganiga bir e'tibor qilasizda. Bu meni suratimni ko'rsatish emas. Kanal, Telegram kanal, Instagram va YouTube va saytda mana shu jarayon bugun yoritiladi, to'rtovida ham. A'zo bo'ling, a'zo qiling. Yana bitta narsani aytay. Meni kanalim ana bu san'atkorning 10 ta farzandi bor ekan, bu bundan farzand ko'ribdi degan oldi qochdi mish-mish gap yo'q. Ta'limiy, ma'rifiy kanal va
jarayonda nutq orqali fikrni ifoda etish yo'llari haqida boshqaruv mexanizmida, rahbarlik faoliyatida, notiqlik san'ati, muloqot etiketini o'rni borasida ma'lumotlar berib boraman. Bu sizlarga asqotadi. Men bu yerda qisqa gapiraman demoqchiman. Xo'sh, endi hech yodimdan chiqmaydi. 2019-yil hali pandemiya o'sha jarayonlar endi bo'layotgan payt edi, 2020-yilda. Shunda bugungi kunda demak ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri, u paytda bosh vazir o'rinbosari ta'limni, fanni kurator edilar. Tadbir o'tkazib turilgan paytda ta'lim sifatini oshirish uchun nima qilishimiz kerak? Aytinglar ustozlar, sizlar ko'p tajribalisizlar mana bu yerda. Deyarli eng kichigi dotsent edi. Dotsent, professor, rektor, prorektorlar hammasi yig'ilgan. Hamma fikr bildirdi. Keyin men qo'l ko'tardim. Shu paytda ta'lim sifatini oshirish deganda biz nimani tushunamiz? O'zini sohasi bo'yicha mukammal bilimga ega bo'lish, juda to'g'ri. Xorijiy jurnallarda, deylik, Scopus va boshqalarda maqolalar chop etilish, juda to'g'ri. Axborot kompyuter texnologiyalarini obdon egallash, albatta busiz mumkin emas va bir nechta xorijiy tilni bilish, juda to'g'ri. Lekin bu hali sifatli ta'lim degani emas. Bu tangani bir tomoni, uning ikkinchi tomoni bor. Olingan bilim, o'zlashtirilgan malaka, hosil qilingan ko'nikmani talabani ongiga singdirish mexanizmi. Bu pedagogning kommunikativ kompetentligi, nutqiy mahorat, notiqlik san'ati, muloqot etiketi bilan bog'liq. Shuning uchun buni amalga oshirish kerak degan paytimda sizlarni bilmadim, lekin bu domla meni rom etdi. 1 milliard so'm pul ajratilishi kerak notiqlik san'ati akademiyasi uchun. Toki barcha notiq pedagoglarni tayyorlasin. Chunki o'zi bilsa-yu yetkiza olmasa, uni singdira olmasa, uni mohiyati yo'q deb aytganlarini har gal esimga tushadi. Ekologiya tizimiga keladigan bo'lsam, shularning fikrini aytaman. Chunki e'tiborni shular qildilar va e'tibor nechun? E'tiborsiz qolganim uchun dedi. E'tibor ehtiromga eshik, e'zozga beshik. Shunday ekan, har bir narsaga e'tibor qilishda hikmat ko'p. Tilga e'tibor, bu elga e'tibor. Tilga, elga e'tibor, tabiatga, jamiyatga, insoniyatga e'tibor degani. Shuning uchun mana tashkilotchilik qildilar. Oldingi yili biz vazirlikni xodimlarini boshqaruv tizimini o'qitdik. Va ular bu jarayonda o'zgacha dunyoni ko'rdi. Chunki ko'p narsani bilish mumkin, yetkazish boshqa narsa. Mana 71,3% ijtimoiy so'rovnoma o'tkazilgan talaba magistrantlar orasida ustozimiz zo'r, kitobi bor, bilimi bor, lekin jalb eta olmaydi, yetkiza olmaydi deb yozgan. Kommunikativ kompetentlik bo'lmasa nima bo'ladi? Mana misol uchun hozir biz osh qilaylik deb Chorsuga bir odamni eski jo'vaga yuborsak, asl dehqon yetishtirgan masalliqdan keltir desak, u keltirsa, osh xom qatala bo'lsa kim aybdor? Yetishtirganmi, keltirganmi, yollanganmi, buyurganmi kim aybdor? Oshpaz aybdor. Oshpazda osh tayyorlash kompetentligi yetarli emas. U masalliqlar o'quv qo'llanmasi bilan darslik u. Birinchi navbatda ana shuni yetkaza olish. Bu aylanib borib bog'lanadigani nima? Bu til, davlat tili to'g'risidagi qonunni to'la ijrosi bilan bog'lanadi. Ana shuning uchun davlat tili masalasi bu shunchaki mavsumiy mavzu emas. Afsuski 21-oktyabrdan bir hafta, boring 2 hafta, boring 1 oy oldin ona tilim, jonu dilim degan shiorlar yangraydi. Bayram o'tgandan keyin bir haftadan keyin so'nib qoladi. Chunki biz har damda, har qadamda unga ehtiyoj sezamiz. Bu zarur. Buning uchun albatta buni egallash kerak.